Assalomu alaykum hammaga. Bitta foydali ma'lumotni aytib o'taman hozir. Cobalt bor, qanaqa 4-pokoleniya qo'ydirganlar bo'lsa, hammasiga tashlab qo'yamiz. Bu faqat 4-pokoleniyaga taalluqi bor. Benzonosga relay qo'yib beryapmiz. Biz o'zimiz ham endi qayergadir qo'ydirsalaringiz ham bo'ladi. Mabodo qo'yilgan bo'lishi ham mumkin mashinalaringizda. Benzinda ko'plari zavod bo'lmay qolyapti. Mashina starter qo'shadi, lekin benzinda zavod bo'lmaydi. Ko'plar benzinosos kuygan deb o'ylaydi-da, mashina benzinososini almashtiradi, shuni qiladi. Birinchi o'rinda shunday parokni ochib ko'ramiz. Relaysini ko'ramiz. Bu relay qo'yiladi. Relay borgan sari ishlab turgandan keyin o'zini so'rogi bor, shu so'roqqa borib kuyadi. Kuyib qolgandan keyin ishlamay qoladi, tok o'tkazmay qoladi benzinosga. O'sha paytda shunday parokni ochamiz. Parokni ochgan paytimiz mana bu. Bittasi kesilgan bo'ladi, benzinosossimi 30 ga ulangan bo'ladi, chiquvchisi 87 ga ulangan bo'ladi. Ikkalovini shunday bitta qilib qo'yamizda, mashina o't oldirib ko'ramiz. O't olsa, demak relayimiz kuygan bo'ladi. Relayni yangi qo'yaveramiz, bo'ldi, ishlayveradi, hech qanaqa muammo qilmaydi. Benzinosos tushirib, bak tushirib, hech qanaqa orcha rasvot qo'yotmaysizlar. Birinchi joyini ko'rib qo'yingizlar. Yo'lda ko'plar telefon qiladi, yo'lda qolib ketdik deydi. Mana shu joyini aytaman. Shu videoni yo'lda qolib ketganlar bo'lsa, tashlab qo'ysak ham bo'ladi. Bemalol foydalanib manziliga yetib relay qo'yib olsa bo'ladi. Payka yordamida qo'yish kerak. Payka bilan qo'ysa juda ham sifatli ish bo'ladi. Erishi kam bo'ladi. Ko'plar stiker qo'yadi. Stiker biz ham ko'p qo'yganmiz. Sababi erib qoladi, shunaqa bo'ladi. Shuning uchun payka yordamida qo'yapmiz hozir. Juda ham foydali. Bu relayni qo'ydirish kerak benzinosga. Sababi benzinos behuda ishlab yurmaydi. Benzin o'z-o'zi kamayib ketmaydi. Olib kelsalardan qo'yib beramiz. 70 ming so'm atrofida o'rnatib beryapmiz samonosasi ichida. Rasvot kam bo'ladi. Klapan kuymaydi, chunki nagruska bo'lgan payt benzinni qo'shib faqat gazda yuradi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa yaxshi yangiliklar, yaxshi foydali ma'lumotlar chiqarishga harakat qiladi. E'tibor uchun hammaga rahmat.